Bir ayol bor edi, mayyit ayollarni yuvar edi. Kunlarda birda bir mayyit ayolni yuvayotganida bu yuvuvchi ayolni qo'li yopishib qoldi mayyitaga. U qilishdi, bu qilishdi bo'lmadi. Vaqt o'tdi, qo'li bilan jasadi bitta o'tib ketdi mayyit. Shunda mayyit ayolni egalari nima qilishiga hayron bo'lishdi. Ayolni tanasidan kesib turib, bu ayolning qo'lini ajratadimi mayyitani? Yoki yuvayotgan ayolning qo'li kesiladimi? Mumkin emas, o'likni kesib bo'lmaydi, sochini olib bo'lmaydi, tegib bo'lmaydi o'likka. Shunda buni xabarini Imom Molikka yetkazishdi. Imom Molik buni eshitdi-da 80 darra uringlar deb hukm chiqarib berdi. Haligi yuvuvchi ayolni. Shu turgan holatida bu yuvuvchi ayolni 80 darra urishdi. 80-darra tushganida qo'li mayyitning tanasidan ajrab ketdi. Bu yuvuvchi ayol mayyit bo'lib yotgan ayolni zinoda qalbi bilan ayblab qo'ygan edi. Bu zinokor deb qo'ydi. Qatida birodar qalbi bilan g'iybat qilgani uchun javobgar bo'ladigan bo'lsa, tili bilan g'iybat qilsa nima bo'ladi?